Ay, saat 8'den öttü. Endi urib boshlamazmi ekan işte. Kun ham botyaptir mana. Oyog'imiz to'g'ay, buyog'imiz to'g'ay. Chalishdamiz, chalishda. Amudaryo. 4 qalmoq tashladim bu yerga. Bu yer ham, короче, daryoning ajoyib yeri. U asosiy daryo aniqdan oqib turibdi. Buyog'i cho'ta sel to'xtabroq turgan yeri. Hozir suv ko'paygan daryoda. Buyog'idan kichkinagina bir yo'l chiqib turibdi. Короче, mana bu qirg'oq, ana daraxt chiqib turgan yergacha, yana shular suv uncha oqmay, normalniy bo'lib turgan yer. Короче, daryoda o'zi eng muhimi место saylab bilish kerak-ku. Место yaxshi bo'lmasa, tolqurt bo'ladimi, beeline qurtmi, chervimi, живая наживками foydasi yo'q. Короче, bu место ham bilan законный место. 1-2 yil elden zo'r bo'latyapti bu yerlar. Cho'ta o'tgan yillardan beri sel to'xtashdan hozir ham zo'r bo'lib turibdi ekanda bu yer. Şu an shu yerda ko'ryapman. Короче, ana u neydi? Neydi? Tımşık var idi. Tımşıktan elde mana bunu короче kameradan xarob bo'lib turibdi-da, shuncha ko'rinmagan. Boshqa bir kamera olishim kerak. Hozir shu polosa bo'lib turibdi-ku birning. Ana shu, короче, salma bor ana shu yerda. Yomon dahshat. Qayiqdan bilet yakiram qolib ketibdi-da. Shu qayiqda borib, yakirni tashlab, mana suvning yuzi tinchlanib turgan yer. Yani shu yerga qurib qo'yishim kerak edi. Mana yer ham zo'r, bu yog'idan salma chiqib turibdi. Yappa salmama, shunday bir narsa. Mana yerda ko'k suv, loyli suv bilan tutashib turgan yeri. Xudo xolasa bo'lishi kerak rezultat bugun. Kanalga podpisatsiya urib qo'yinglar bolalar. Zakoniy natijalardan xudo xolasa tashlab turaman.